Hammaga salom do'stlar, yana o'sha nek. Hop, bugungi videoda yangi mashina olib turib, hozir uni ustaga tashlagandim. Qanaqa usta desangiz, ya'ni oddiy default holda kelgandi, shuni yangilab o'zgina yangilash kiritish uchun ustaga tashlagandim. Hozir ko'ramiz u qanday holga kelibdi. Hop, mashina shu yerda turgandir. Unda qani 1 2 3 Yo'q, mana bu mashinani 95 bu 666 bu 95 nimaga? Boshqa o'yinchoq qarqadi. Yo'q. Mana u cho'tga qilib tuning qilinib. Dahshat bo'pti-ku. Ketdik, qani bitta haydab ko'raylik-chi. Qani. Yaxshi. Ketdik. Qani, hop. Bunaqa qilib. Bu ovozini. Qaranglar. Ko'ryapsizlarmi ovozini? Yo'q. Dahshat bo'pti-ku. Qani ketdik, haydab ko'raylik-chi. Hop, hozir bitta narsalarni to'g'rilab olay. Bo'l. Ket. Voy. Dahshat ekan, dahshat chiqdi mashina. Bunday mashina. Anaqa ko'rdinglarmi? O'zini eshityapsizlarmi bu mashinani? Hozir buni o'tib olaylik. Ketdik. Yaxshi. Voy. Yana voy, dahshat ekan. Hozir ozgina yoqilg'i qo'yib olay. Keyin yana haydaymiz. Lekin juda ham cho'tga chiqdi mashinam. Qanchaga tushirsangiz $5000 ga tushdi. Mashinani o'zi esa $7000 bo'ldi. Mana bu usta esa $5000 ga tushdi. Shunaqa gaplar. Xo'p. Qo'yyaptimi yoqilg'i? Lekin salonni ham juda ham oqlar qilib juda ham zo'r ishlabdi. Tak $90 bo'ldi. Ketdik biz esa yana. Yaxshi chiqibdi. Xo'p, yana haydaymiz. Mana yurishni qaranglar. Kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, Telegramdan menga aloqaga chiqasizlar. Hozirgi vaqtda M5imiz qolgan, BMW M5. Ya'ni qanaqa desanglar, BMW M5imiz. Hozir o'yindan keyin chiqib ko'rsataman. Mana shu BMW M5imiz bor, 7000 so'mga berib yuboraman. Agar obuna bo'lib kelsangiz 6000 so'mga berib yuboraman. Haqiqiy pulda. Lekin bu mashina juda salgina qoldi. Yo'q. Voy. Yangi olgan mashina ketdi. Yo'q. Yangigina mashina ketdi. Hop, xullas shunaqa edi. Hozir sizlarga M5 ni ko'rsataman. Ya'ni M5 sotiladigan M5 qolgan. Hop, mana shu M5 bor, sotiladigan. 6000 so'mga berib yuboraman. Cho'tga shuni qo'yinglar. Juda ham o'ta go'zal edi. Juda ham zo'r M5imiz. Ana shu M5imiz qolgan. Xullas obunachilar, hammaga xayr. Bugungi videoda mana shu mashinani oldik. Bu mashina ham bor. Bu bitta odamdan podarka bo'lgan. Xullas, hammaga xayr, sog' bo'ling va omon bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga
Xayr, omonchilar.